Biz bugün Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin korgucusu, dini alim ve siyasi dahi Sabit Damulan bilen tanışıp çıkımız. Sabit Damulan 1883 yılı Qashqar atışının Azaq kentida tijoratchi oilada dunyoga keladi. Dastlabki diniy tarbiyani Azaqdagi Alima xonim degan kishidan oladi. Keyin Qashqardagi xalq madrasasida o'qiydi. 1910 yılı Abduqodir Damulan va Mahmud Axun Damulanlarning da'vat qilishi bilan Buxoroga berib yuqori diniy ta'lim tarbiya oladi. 1914 yılı o'qishini tamomlab, Udul G'oljig'iga kelib Ismoil hojining qizi Rabiya bilan to'y qiladi. Bir necha yil o'tgandan keyin ayoli bilan o'g'lini Suydonda qoldirib Qashqarga yenib keladi. Qashqar xalq madrasa ustozi Abduqodir Damullan va maslakdoshi Shamshiddin Damullan bilan birga mutaassiblik, xurofotlik, zulm va nodonlikqa qarshi aktiv faoliyat olib boradi. Shuning bilan birga Abduqodir Damullan yetakchilik qilayotgan jadidchilar bilan hamkorlashib, xristian din tarqatuvchilarining harakatiga qat'iy qarshi turdi. 1924 yili Abduqodir Damullan qaslab o'ldirilgandan keyin suiqasdchilarning nishoni Sabit Damullanga markazlashadi. Buni sezgan Sabit Damullan 1925 yili hajga berish bahonasi bilan G'oljig'iga yenib chiqib, Shirin Kalomni yezib tamomlaydi va G'oljidagi ma'rifatparvar o'qimishli kishilarning yordami bilan 1927 yili tunji qitim Ko'rada tosh matbaada bostirdi. Bu kitobda nuqtaliq holda Muhammad alayhisalomning tarjima holi va axloq fazilati so'zlanadi. Sabit Damullan ilmga mo'l va notiqligi bilan shu yildan boshlab G'oljidagi Dang masjidida Qur'on Karimni ig'zoki tafsir qilishga boshlaydi. Yana bir tarafdan islom dunyosidagi ta'siri zo'r madrasalarda dars qilinayotgan arab tili grammatikasi to'g'risidagi Alfiya nomli kitobiga sharhi yozib chiqadi. 1930 yili Xotan qarqashliq Muhammad Amin Bug'ra cho'ng ishlarni planlab, jarilarning ahvolini kuzatish uchun Cho'chakka kelib, mashhur tatar olimi Murod apandining ta'lim olgach G'oljig'iga keladi. G'oljida siyosiy g'arazlari tamoman o'xshash bo'lgan Sabit Damullan bilan Muhammad Amin Bug'ra tunji qatim ko'rishib, bir-birini izlashib yurgan kishilar ekanligini his qilishadi. Sabit Damullan Muhammad Amin Bug'raga mustaqillik uchun qurolliq kurashning birdan-bir tanlash ekanligini, qurolliq isyon ko'tarish uchun Xotanning eng yaxshi o'rin ekanligini tushundirdi. Niyat maqsadlari bir yerdan chiqqan ish ko'ylan, niyat maqsadlarini amalga oshirish uchun tayyorlik qilishga kirishib ketdi. Sabit Damullan 1931 yili 10 yoshlik o'g'li Abdullahni elib, dunyo vaziyatini kuzatib kelish uchun Rossiya, undan keyin Turkiya orqali hajga boradi. Haj farzini ado qilib bo'lgandan keyin Hijoz, Misr, Hindiston qatorliq joylarni aylanib chiqadi va bu jarayonda Aqida javharlari nomli kitobini yozib chiqadi. Va shu davrdagi islom dunyosidagi islohotchi Rashid Rizo, Majid Kardi, Ibrohim G'azzavi, tatar olimi Abdurashid Ibrohim qatorliqlar bilan fikr almashtirishdi. Sabit Damullan 1932 yili 2 yillik sayohatini oxirlashtirib, vatanga qarab yo'l oladi. Qoida bo'yicha haj tavob qilib qaytgan hojilar tunji bo'lib urug' tuqqanlari va sabdoshlari bilan ko'rishadigan odat bo'lsa-mu, butkul vujudi mustaqillik ideyasi bilan to'lgan bu Damullan yurti otishga qarab mangmasdan Uddul Xotanga berib G'oljida til biriktirgan maslakdoshi Muhammad Amin Bug'ra bilan ko'rishdi. Bu vaqt Ramazon oyiga ulul kelgan bo'lib, Ramazon oyida Qarqash O'ybag'da to'xtamay jihoddan vaz etib, bir tarafdan kishilarga mustaqillik ideyasini singdirsa, yana bir tarafdan o'zining diniy va siyosiy obrazini tiklaydi. Muhammad Amin Bug'ramo moddiy tayyorligini texmo tezlatadi. 1933 yili 2 oyning 24 kuni Sabit Damullan bilan Muhammad Amin Bug'ra agash kuchlarini o'miltiqi, qilich, chumoq qatorli qurollar bilan Qarqash nahiyalik Yamulga hujum qilib, ichkidagilarning moslashishi bilan tezlik g'alaba qiladi. Orqadan Xotanga hujum qilib, Xotan hukumat amaldorlari qo'rqib qarshilik ko'rsatmayli taslim bo'ladi. Natijada Qarqashdan kelgan isyonchilar Xotanni ko'p kuch sarf qilmayli egallaydi. Xotan atrofidagi nahiyalarmi hashpash deguncha Muhammad Amin Bug'ra odamlarining qo'liga o'tadi. Natijada 4-oyning 5-kuni Xotan islom hukumati degan bir hukumat quriladi. Xotan islom hukumati qurilib, Charchandan boshlab Yarkangacha bo'lgan orliqni o'z hukmronlik ostiga olgandan keyin Sabit Damullan bu qurolliq isyonni kengaytib, Qashqarga yurish qilish to'g'riliq Muhammad Amin Bug'raga maslahat ko'rsatib qoyil qiladi. Natijada Sabit Damullan bilan Muhammad Amin Bug'raning inisi Shah Mansur 2000 askarni boshlab, ko'p mashaqqatlardan keyin 1933 yili 7-oyda Qashqarga yetib keladi. Uzundan beri Mafushin, Mashu qatorliq amaldorlarning zulmini tortib tuyib ketgan xalq Sabit Damullan bilan Shah Mansurni nijotkor deb bilib, texmo dag'dug'ulik qarshi oladi. Sabit Damullan ideyaviy asos tayyorlashning zarurligini bilib, shu yili 7-oyning 21-kuni Qashqarda haftada bir son nashr qilinadigan gazetning sahifa mazmunini diniy, milliy, ilmiy, adabiy,
axloqiy siyosiy gazet deb bekitdi. Sobit Damollam Qashqardagi guruhlarning murakkabligini nazarda tutib, Xotan idorasi nomli organ qurdi. Lekin qurish maqsadini Xotan yordam bergan urush lozimatliklarini boshqarish idorasi deb tushuntirib, o'zining haqiqiy maqsadini yushirdi. Sobit Damollam Qashqardagi obro'y inovatining kun sayin o'sishi bilan o'ziga texmo ishinib, Xotan idorasi degan nomini Xotan islom hukumatining Qashqarda turishliq ish bajarish o'rniga o'zgartirdi. Osman Ali, Hafiz Lüjan, Kichik Axun Tuyjanlar Sobit Damollamning Xotan idorasini o'zgartirishga norozi bo'lib, bu organni pechatlashga qo'l solmoqchi bo'ldi. Lekin Sobit Damollamning inovati Qashqarda tezlikda o'sib, Osman Ali qatorliqlar vaziyatni tizginlay olmas bo'lib qoladi. 9-oyning 10-kuni Sobit Damollam texmo ilgirlab, bu organning nomini Sharqiy Turkiston Mustaqillik Kengashiga o'zgartirdi. Sobit Damollam dal mushu chaqda Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurish ideyasini oshkorlab, bir qism kishilarni kengash hay'ati qilib saylaydi. Shuningdek keyin u har xil vositalar bilan Osman Alining kuchini parchalab, uning qo'l ostidagi parcha kuchlarni o'ziga tortib, o'zining ta'sir kuchini oshirdi. 1933-yili 11-oyning 12-kuni kechda Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatini rasmiy qurib, bu kechini millat kechasi deb ataydi. Ertasi Tuman daryo bo'yida 20 ming kishilik yig'in ochib, bayroq chiqarish marosimini o'tkazib, hukumat a'zolarining ismligini e'lon qildi. Uzun yillik orzusi amalga oshgan mustaqilchi Sobit Damollam bu namoyishda kulib boqmagan hayajon bilan nutq so'zlaydi. Tabriklash faoliyatiga Angliyaning Qashqarda turishliq konsulxonasining amaldorlari qatnashadi. Chunki Angliya Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurilib qolsa, Sovet ittifoqi bilan qarshilashqili bo'ladi hamda Jungoni parchalash maqsadiga yetkili bo'ladi deb qaraydi. Bu hukumat qurilgandan keyin Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati degan xatbar qog'oz pul Istiqlol majmuasi degan yarim oylik jurnalni chiqardi. Bu yangi hukumat Xotanlik Qosim Hoji degan kishini tashqi ishlar ministrligiga tayinlab, qurol setib olish, chet el hukumatlarining qo'llashini qo'lga keltirish ishlarini bajarishga avatidi. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati Stalin hukumati bilan Shinsay hukumatini qattiq sarosimga soladi. Shuning uchun ular Xo'janiyaz Hojiga va'da berib, uni undagi keltirish orqali bu yangi qurilgan jumhuriyatni yo'qotishni planlaydi. Xo'janiyaz Hoji Stalin hukumatining talabiga ko'nidi va Sobit Damollam qatorliq kishilarni qo'lga olib, Shinsay hukumatiga topshirib berishga va'da berdi. 1934-yili 4-oyning 13-kuni Mahmud Muhiti 200 dan ortiq askarni olib, Sobit Damollam Zirib Qarajim Sultonbek uchaylarni qo'lga oladi. Xo'janiyaz Hoji Sobit Damollam bilan Zirib Qarajini Aqsuga yo'lab kelib, Shinsayning Aqsudagi qismlariga topshirib berdi. Sobit Damollam 1934-yilning oxirlarida Shinsayning Urumchidagi turmasiga qamaladi. 1940-yili Urumchi 2-turmaning boshlig'i Lobindi Sobit Damollam bilan tanishib qilib, Sobit Damollamning talabiga binoan Qur'on Karim va qog'oz qalam akirib beradi. Shu kundan boshlab Sobit Damollam Qur'on Karimni tarjima tafsir qilishga kelishib, 10 oyga yetmagan vaqt ichida Ro'shan Bayon Turkiy Tafsirul Qur'on nomli tarjima tafsirini to'liq tamomlaydi. Sobit Damollam tarjima xizmatini tugatib, uzun o'tmay 1941-yili 58 yoshida Shinsay turmasida vafot bo'ldi. Ko'k bayraqni vatanga asmay turib, dushmanlarni tamomi atmay turib, azodlikning tong'lari atmay turib, meni o'ldi demanglar.